Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Agarda siz kanalimizda mehmon bo'lsangiz, video ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. O'zgidromet 5-mart kuni qanday ob-havo bo'lishini ma'lum qildi. 5-mart kuni ob-havo ma'lumoti prognoz qilindi. Havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Kechasi va ertalab tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 1-3 daraja sovuq, kunduz esa 8-10 daraja iliq bo'ladi. Toshkent shahrida, Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 3-8 daraja sovuq, kunduz esa 5-10 daraja iliq. Ustyurtda kechasi 8-13 daraja sovuq, kunduz esa 0-5 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 3-2 daraja sovuq, kunduz esa 10-15 daraja iliq. Navoiy viloyatining shimolida kechasi 2-7 daraja sovuq, kunduz esa 5-10 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Samarqand, Jizzax viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 3-2 daraja iliq, kunduz esa 7-12 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 2-3 daraja iliq, kunduz esa 12-17 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduz esa 5-10 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Yo'llarda yaxmalak kuzatiladi. Harorat kechasi 5-10 daraja sovuq, kunduz esa 0-5 daraja iliq bo'ladi. Ushbu videoni tezda ertaga biror ishni rejalashtirib qo'ygan tanishingizga yetkazib qo'ying. Bizning kanalimizda har kunlik ob-havo ma'lumotini biz sizga birinchilardan bo'lib yetkazib beramiz. Aynan sizning viloyatingizda qanday ob-havo bo'lishini bilishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lishni yodingizdan chiqarmang. Bizga ajratgan kichik vaqtingiz uchun cheksiz minnatdormiz.